Hurmatli kuzatuvchilar, akamiz yurolmaydigan holatda klinikamizga keldilar. Hozir oyog'ingizni bosa olmaysizmi? Hozir oyog'ingizni bosa olmaysiz. Yo'q, deb hassa bo'lsa hassan bilan engishib bosaman. Tikka tura olmayman. Bir qadam bosaman, yana hassamga teyalib turaman. Bunaqa tikka o'rnimda tikka tura olmayman. Undan keyin to'g'ri ham yota olmayman, dumshib ham yota olmayman, o'ng taraf bilan ham yota olmayman. Disk, kırış, akabı. Ama bu şeklinde, içki sular ortasında bu kanalı akamayacağımız. Şimdi, bana bu deniz terisi. Ama ortada suyu. Ama bu kanısı. Ama bu külü renginden saç akamıyor. Bana bir şu size on ayağımızda böyleyken ağırlık, üşüş, havatsızlık, şundan. Kunigacha bizga murojaat qilganda oyog'idagi kuchli og'riqlardan murojaat qilgan. Umurtqa pog'onasining 4-5 somasida izchillasini aniqlangan. Kunigacha endoskopiya usulida transparental bo'stiklar operatsiyasini o'tkazib, mana bugun o'z oyoqlarida yuryapti. Xohlasa tavsiyalarni tushuntiryapmiz. Biror tavsiya qilamiz. Xohlasa inshaalloh javob beryapmiz. Qanday holatingiz, operatsiyadan keyingi holatlaringiz? Kecha kelib operatsiya bo'lgan bo'lsa, mana 14 soat, 15 soat bo'lgan bo'lsa, o'sha yuribman mana Allohga shukr. Oralar yo'q. Men bunaqa yurib ketish tushdi. Qanchadan beri og'riyapsiz? Uzoq vaqt bu kasalga o'zi 14-yildan beri kasalman-ku. Davolan yurardim, lekin baribir vaqti qo'zib turardi. Endi yaxshiman, Allohga shukr mana. Sizga o'xshab grejasi bor bemorlarga nimalarni tavsiya qilasiz? Shunga menga o'xshagan grejasi borlarga shu yerga davolanishni tavsiya qilaman-da. Tez va sifatli, og'riqsiz, bilinmaydigan holatda mana shunchalik yordam qildi. Doktorlarga katta rahmat, qancha Sizgacha qayerlarda davolanadi? endi ularni endi eslashga hojat yo'q. Juda azobli kunlar edi. Allohga shukr, bu azoblardan qutuldi deb o'ylayman, Allohga shukr. Rahmat, Ukajonga va sizga, barcha doktorlarga, o'quvlarimizga rahmat. Rahmat doktorga, ko'proq azoblar. Yaxshi so'rang.